Endi oyijonlar, gap hisoblatish haqida ketganda nima ham deya olaman. Bolajonim, birinchilarini ko'ryapsizlarmi? Jonim mani. Ikkinchi skriningga kelganlar. Oyisi mana qaranglar-da. Mana qo'llarim. Oyisi mana bu o'tiribdilar. Ha? Va uyalib, xafa bo'lib, yerga qarab o'tiribdilar. Ikkita polvondek o'g'illari bor. Ikkita joyga tushdim. Ikkalasi ham o'g'il degan, qiz degan edi. Mana bizani o'g'limizni ko'ryapsizlarmi? Qiz degan edi. Adasiga hazillashib, qiz ekanligidan shunaqa xursand bo'lib, hech kimga yetmay, adasiga ham yolg'on gapirib, o'g'il ekan deb yuruvdim deydilar. Mana rost chiqqanini ko'rdinglarmi? Hisoblatuvmidi oyisi? Hammasida qiz deyishyaptimi? Oyijonlar, u narsaga bilmayman. Menda 2 yildan beri hisoblatganinglar to'g'ri